Assalomu alaykum barchaga. Said Oshxons kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yumshoqqina, momiqqina, juda ham mazali chiqadigan tort pirojni tayyorlaymiz. Mana ekranda ko'rib turibsizlar, xuddi shunaqangi yumshoqlikda chiqadi. Demak, ishimizni bismillohni aytib, biskvit tayyorlashdan boshlaymiz. Bu galgi tort pirojni uchun tureskiy biskvitdan foydalanamiz. Demak, tog'oramizga 400 gram shakar soldik, 10 dona tuxum. Tuxumlarimiz xolodilnikda qo'yib turilgan, sal muzdek holatda. Un solamiz, 400 gram elakchada o'tkazib olamiz. Unlarni elab olgandan keyin kraxmal solamiz. Kraxmalimiz 50 gram chiqadi. Bu jo'xori avaleks solamiz. Avaleksimiz miqdori 80 gram. 10 gram kabartma solinadi, 50 gram jo'xori kraxmal solinadi va 100 ml suv solinadi. Suv muzdek bo'lishi kerak. Mana shu masalliqlarni hammasi bir sidra aralashtirib olingandan keyin mikser qilinadi. Mikserimizni dastlab 2 minutini past оборотda mikser qilamiz. Qolgan 7-8 minutini baland оборотda mikser qilamiz biskvit xamirini. Bu tureskiy biskvit odatda 10 daqiqa davomida mikserlanadi. Mana shu mahsulotlarimiz, ya'ni xamirimiz rangi xuddi oppoq nisholda simon svetga kirishi kerak bo'ladi. Endi o'simlik moyi solamiz. O'simlik moyimizni miqdori 60 gram chiqadi. Mana shuni solib, yana ozgina mikser qilib olamiz. Mana ko'rib turibsizlar, xamir juda ham oppoq holatga kirdi. Endi hozir mikser qilishni to'xtatamiz. Mana shunaqangi cho'ziluvchan, quyuqqina massa bo'lishi kerak. Mana xamir tayyor bo'ldi. Endi bu xamirni hozir qolipga joylab olamiz. Qolip menda to'rtburchak osti ochiq qolip, ostiga folga qog'oz to'shadik, pergamentli bumajka ham to'shadik. Qolipni kattaligi 25 sm ga 35 sm. Endi mana shu qolipga tayyorlab olgan xamirimizni quyamiz. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham yopishqoq, cho'ziluvchan massa bo'lgan. Endi shu xamirni hozir qolipga joylab taxlab chiqamiz. Qolipni chetlariga tortib, o'rtasini chuqurroq qilib, videoda ko'rsatilgandek qilib xamirni solib olamiz. Xamir tayyor. Endi bu xamirni oldindan qizib turgan duxovkaga 160 darajada 60 daqiqa davomida pishiriladi. Yana siz duxovkangizni orientirni olib pishirishingizni tavsiya etaman. Biskvit pishib chiqqandan keyin iloji boricha 0 gacha sovutish kerak. Xuddi shunaqa qilib qolipidan chiqmagan holatda mana shunaqa qilib qo'yib sovutishga olib turamiz. Endi qaymoq, ya'ni krem tayyorlashga kirishamiz. Bu pirojni tort uchun 1 kilogramm uy qaymog'i ketadi. Unga 2 piyola to'la shakar solamiz. Undan keyin 1 piyola to'la suv solinadi. Taxminan 200 ml atrofida chiqadi. Chunki qaymog'imiz qattiq quyuq holatda, shuning uchun suv 200 ml suvni bemalol ko'taradi. Endi mana shu uchala mahsulotni yaxshilab aralashtirib olamiz. Undan keyin 1 soatgacha, agar vaqtingiz bo'lsa 1,5 soatgacha muzxonaga yaxlatishga qo'yib turasiz. Ana undan keyin mikser qilamiz. Mana meni qaymog'im taxminan 2 soatcha xolodilnikda turdi, ya'ni morozilkada turdi. Ana undan keyin mikser qilaman. Mikserni taxminan 4-5 daqiqa davomida mikser qilganimizda xuddi shunaqangi oppoqqina, silliqqina krem tayyor bo'ladi. Qaymoq muzlagani hisobiga umuman chirimaydi, kremingiz juda ham yaxshi o'xshab chiqadi. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Endi tortni yig'ishni boshlaymiz. Mana biskvitimiz ko'rinishi juda ham
tobida pishgan. Hozir ostidagi qog'ozlarni ajratib olamiz. Ajratib olgandan keyin biskvitimizni teng 3 qismga bo'lib olamiz. Mana biskvitlarimizni oralari ham ko'rinib turibdi. Oppoqqina, momoqqina bo'lib pishib chiqqan. Endi hozir tortni yig'ishni boshlaymiz. Mana endi birinchi qavat biskvitni qo'ygandan keyin krem solamiz. Kremni ayamasdan solsangiz bo'ladi, chunki bemalol mana shu tort uchun yetadi tayyorlagan kremimiz. Birinchi korj bo'lagini qo'ygandan keyin kremlimiz, ana undan keyin ikkinchi korj bo'lagini qo'yamiz, uni ham kremlimiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, men korjlarni propitka qilmadim, chunki o'zi yumshoqqina bo'lib chiqqan. Uchinchi qavat biskvitni qo'ygandan keyin mana shunaqa chekkalarini, ya'ni notekis qismini kesib olib tashladim. Kesib olgandan keyin yaxshilab kremlab pirojnimizni oxirigacha yasatib qo'yamiz endi. Mana krem surib oldik. Iloji boricha tekisroq qilib krem bilan yopib olamiz. Mana tekis yopishga harakat qildik. Ana endi chetki qismlariga, tortimizni chet yon tomonlariga kokos kremsidan sepib chiqamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi tortimizni taxminan mana shunaqa qilib bo'lakchalarga ajratib olamiz. Endi tortimiz yuza qismiga gullar qo'yib chiqamiz. Shu tortimiz uchun tayyorlagan qaymoqli kremdan qopchaga solib olib, mana shunaqa bezak uchun ishlatyapman. Oddiy gullar juda ham oson. Albatta siz ham tayyorlay olasiz. Mana shunaqa qilib o'zingizga yoqqan tarzda bezab bersangiz bo'ladi. Mana deyarli tayyor bo'lib qoldi. Endi tortimizning yuza qismiga jele yordamida bezak berib chiqamiz. Bu bananoviy jele. Buni ham gulchalar ustida quyib chiqamiz. Ham chiroy beradi, ham tortimizga maza beradi. Bu ham jele, bu oq biskvitli jele bo'ladi. Buni ham bezak sifatida ishlatamiz. Mana kanal mehmonlari, tort pirojnimiz tayyor bo'ldi. Juda ham katta, barakatli tort chiqadi. Men bu tortni 4 soatcha xalotlikka saqladim. Ana endi sizga kesmasini ko'rsataman. Mana pichoqni kirishini ko'ryapsizlar, juda ham yumshoq chiqqan. Tortni yig'ish jarayonida oralariga umuman propitka qilmadik. Propitka qilmagan tarzda ham juda ham yumshoq chiqqan. Mana ko'rinishi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga yoqishiga ishonaman. Mana kanal mehmonlari, shuning bilan bugungi roligimiz nihoyasiga yetyapti. Pirojniy qanaqa chiqqanligini albatta kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Mana sizga vilkada kesmalarni ham ko'rsatdik. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Bitta like va izohni bizdan ayamang. Xayr, salomat bo'linglar.